Assalomu alaykum. Xush qolasiz? Nima deb yozilgan? PUBG. PUBG o'ynamayapsizmi qilib? Ha? Yo o'ynayaptimi? PUBG o'ynamayapsizmi? O'ynasiz, katta o'ynasangiz hech kim bo'lmay qolasiz. Tushundingizmi? Negadir tushunmayman-da. Nega hamma PUBG osilaveradi. Siz biron nima yomon ish qildingmi, odam o'ldirib qo'ydingmi yo biron kishini yomon tarafga boshlayapmizmi? Bu shunchaki o'yin, odamni miyasini ham yaxshilaydi. Charchaganda yoki siqilganda uni ham yo'q qiladi. PUBG orqasidan juda ham ko'p odam pul topadi. Shunchaki shu PUBG orqasidan O'zbekistonni juda ham ko'p davlatlar tanib oldi. Nima, bizlarning aybimiz ko'chada yurib, ichib, chekib, qizlar bilan kayf qilib yurishdan ko'ra, uyda o'tirib PUBG o'ynaganimizmi aybimiz? Agar din to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, siz shunchaki bandasiz, hajga borib kelgan bo'lsangiz ham, Qur'onni to'liq bilgan bo'lsangiz ham, hayotda ko'rib qolsam, hattoki qo'l berib ko'rishmasdim ham siz bilan to'g'risi. Biz tegmaganga tegmaymiz, hatto hech kimga yomonligimiz ham yo'q.